o'zingizga madad bering. Yoshlik u berib tugmaydigan imtihon. U aptab chaqnagan oltin payt. Yoshlik u kurash talay qiyinchilik saldek yopurilib kelsimi, men tayyor deb italaydigan jangovarlik. Qadrli do'stim, sizdek yosh. Shunga sizda cho'qim tavakkulchilik ruhi bo'lsin. O'zingiz to'g'ri deb bilgan, natija qazanalayman deb qargan ishlaringizga tavakkul qilib beqing. Qutirib qo'ysangiz, yengilib qolsangiz, ziyon tarsangiz hojat yo'q. Chunki biz baribir bu dunyoda hech qanday narsani birga elib ketolmaymiz. Bizning elib ketalaydiganimiz faqat bizning kechirmishlarimiz. Baxtimiz uchun kurash qilish badaliga erishgan qimmatli hissiyotlarimiz bo'ladi xolos. Yiqilish, qo'pish, yugurish, manzillarda to'xtab huzur elish. Qor yomg'irnimi pishqirim aptab jut shivirganini ko'rib beqish yoshligimizning yarishqi qiziq sanaldi. Hech ishni ko'rmay, bilmay, tavakkul qilmay, sinab boqmay, tamyoqlab o'tgan umr meningcha to'limi ma'nisiz, ahamiyatsiz. Yoshlikning fayzi dal qalbi uchun at silishga jur'at qilishda. Ruhiy g'olibligimizni amaliyatimizda namoyon qilishga petinolmasligimizda. Amaliyotda biz talay insonlarga qaraganda baxtlikmiz. Chunki bir tinch, xotirjam dunyoda emas, balki tinch, xotirjam bir davlatda yashamoqdamiz. Amsi yana nemishqa afzalliklardan unumli foydalanib, hayotingizning yangi sahifasini yozishga urinib boqmaysiz. Sizdagi ajali xatolik shuki, siz o'zingizdagi g'ayratga, irodaga sal qaradingiz. Amaliyotda siz o'zingiz o'ylagandan, atrofingizdagilar bilgandan ko'p batir, qaysar. Bu siz tug'ilgan kunlar isbotlanib bo'lgan. Anangiz bag'rida 9 oy 9 kun yetilib, bu dunyoga sog'-salomat to'ralganingizning o'zi dal sizning peshonangizga putilgan g'alaba emasmi? Sizning tunji qitim engallab yig'ilgan chig'ingiz amaliyotda yana sizning tunji qitimli g'alaba naqshingiz. Halbuki bugunga kelganda siz shu kundagi bu vaqtingizchilikmi bo'lolmay qelyapsiz. Balkim siz hozir o'zingizga men tirishmadim emas, tirishdim, lekin natija qozonolmadim deb aytgansiz. Esingizda bo'lsin, bu sizning o'zingizga bergan javobingiz emas, balki ruhingizga ko'targan oq bayrog'ingiz. Siz tirishchilikning vaqtini qanchalik bo'ladi deb o'ylagan? 1 yil, 2 yil, 5 yil yoki 10 yil. Xatolashdingiz, birodar. Tirishning bir kimlar bekitib bergan vaqti bo'lmaydi. Taniqangiz to'xtagan eng oxirgi daqiqagacha bo'lgan barliq vaqt sizning tirishish mezgilingiz. Tirishchilikning chegi bo'lmaydi. Natijaning ham eng oxirgi mezgili bo'lmaydi. Agar siz tirishchilikdan keyingi hozir 3 yil emas, balki tirish paytining o'zidagi qadamlaringizdan, amgaklaringizdan huzur ola olsangiz, undaqda go'zal manzilga harmayli yetib bora olasiz. Aksicha, barcha amgakingizni faqat oxirgi huzur halovat, pul, martaba uchun deb bekitib olsangiz, amsa siz cho'qim bekli charchab yashaysiz. Ushbu minutlar xizmatxonamdagi ustal chirg'imni yondirib qo'yib, siz uchun bu bayonlarni o'nga ilib o'ltiribdiman. Hozir do'stlarimizning ba'zilari turlik hayot payzini surish uchun tomosha qilib ketdi. Ba'zilari allaburun yotqanlarga kirib, tush saylisini boshlayapti. Balkim ularning nazarida men ahmoq bo'lishim mumkin. Lekin rostimni desam, men hozirgi mushu to'yxadan, xizmat holatimdan hozir alolayman. Uni hayotimdagi baxtli tuyg'ular qatorida sanay olayman. Mundaqcha qilib aytganda, men natijamdan emas, natija uchun bosgan qadamlarimdan, to'kkan tarim, tartgan jafoyimdimi hozir olayman. Shunga balkim ba'zilarning nazarida men ajoyib jafoda yashaydigan aldirash inson bo'lsam-mu, o'z dunyorimda bekmo baxtlik, minnatdorman. Demak, hayotingizdagi har bir mamnuniyat hayotingizga, turmushingizga qanday baho berishingiz bilan munosabatli. Agar siz o'zingizdagi baxtni tuyib, boshqalardan ko'p yaxshi yashayotganligingizga iqror bo'lsangiz, undaqda boshqalarning sizni baxtsiz deb atashga hech bir haqqi yo'q. Ya'ni hozir sizni yaramsiz, chidamsiz, baxtsiz hisoblayotgani boshqalar emas, dal o'zingiz. Vaqt hamma odamga teng taqsim qilingan. Gap sizning unudan qanday foydalanishingizda. Chunki u ishlatsangiz tugaydi, ishlatmasangiz tugaydi. Shunga cheklik umringizda g'ayratingizga elib,
o'zingizga qayta bir jang e'lon qilib beqing. Ishonamanki, siz o'zingiz o'ylagandimi bek qaldsiz.